Kim bolalar, sizlar bilan men Render. Bugun men juda ham yaxshi kayfiyatdaman. Nimagadir menga 2 soatdan beri telefon qilyapti. Telefonimning zaryadi 2 xolodi, shunga ko'tarmayapman bolalar. Hozir telefonimni zaryadga qo'yib to'ldirib oldim. Endi menga bemalol telefon qilib nima qilmoqchiligini so'rasam bo'ladi. Bolalar, obuna tugmachasini bosib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Merni parol necha edi? 67 lik, 67 oldi, 67 ha bo'ldi. Aliyo, janob mer. Aliyo, Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman janob mer. Nima ishingiz bor edi menda? Tez oldimga kelib ketgin-da. Hop, janob. Boraman. Tezroq-chi, menga boraman deb yotmamasdan. Bo'p ketyapman, mana turdim. Men ham yomon asabga o'ynayapti. Yana o'ldirsam bo'lar yog'ay. Koridorim jitillarga to'lib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, birinchiga? Yaxshiman. Nima men sen so'rayapsan, fillos. Biz deyarli tengdoshmiz. Shu sen so'rayapman-da, sen ham men sen so'ra. Sen so'rayapman, ulug'. Yo'q, odamlar to'lib ketgan-na. Vo. Ya, jitil normalniy ekan. Salom, isming nima? Salom. Mening ismim Sanjar. Sanjar, salom. Meniki Render. Tepamga yozib turibdimi? Turibdi, ko'rmasan. Sen bu yerga endi ko'chib keldingmi? Men boyman. Kimimni bilmayaptimi? Yo, bilinyapti. O'rta men kelyapman. Soliqni ham berib qo'yish kerak. Chiqarmasin. Bolalar, bitta yomon xabar bor. Chunki mashinam o'tamay qoldi. Mo'ng'aylar, qana iflos degandi bu bolalar. Mana motor zavod bo'lyapman. Ko'rasizlar bolalar, motor zavod bo'lmay qoldi. Mashina yurmay qoldi. Denos mosor mashina ekan. Men ham ataylab menga eskisini bergandirda. Sardor telefon qilyapti. Aliyo, Sardor. Salom. Salom. Nimaga yig'laganga o'xshab gapiryapsan? Shunchaki mashinamni olib qo'yishdi, soliqlar to'lamaganim uchun. Xafa bo'lma. Bo'pti. Men buni dardini eshitayman, merni olib yuboraman. Pashalla yo'qol. Bo'pti, kirayinchi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mer xonasi. Yaxshi-ku. Assalomu alaykum janob mer. O'tar, men salom eshitdim. Mayli, o'tiryapman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Janob mer, nima ishingiz bor edi? Sen bir qo'shni mahallaga o'tib kel. Nimaga? Ishim bor. Ishim bor edi. Mayli. Yo, to'xta. Nima deysiz janob mer? Sendan ko'ra ko'prikka kattakon daryoni olib yuborib rasmga tushib kel men uchun. Mayli. Biz ham bitta rasmga olib qo'yaymi? Turing. Olchi qani? Pishloqding. Pishloq. Bo'ldi, zo'r. Telegramdan hal tashlab beraman. Mana bu dahshat Bugatti ekan-a, bolalar. Voy! Dahshat-ku, salonlarning uchi ham. Voy! Zo'r yursa kerak. Akalar, mana bu mashina kimniki? Merniki, Rossiyadan olib keldi. Rossiyadan ajoyib ekan u Bugatti. Yo-mayo. Ajoyib. Ana borib endi ana yerga bola eslasalaring o'tgan videoda
O'tgan videoda emas edi. O'tgan videoda buni qurmadim. Aytgancha buni men qurmadim. Kecha mana shu yerda taksi kutib o'tirgandim. Hech kim kelmadi shunga. Issiqda tillab ketdim. Shuning uchun mana shu yerga mana shunday qilib o'tirgan bekat qurib qo'ydim. Men adashmasam manekka bordir-a. What? Oy. Qana. Nima qilamiz? Ana zo'r bo'ldi. Esdalik uchun olib qo'yamiz. Bu kanal ham yaqinda qurildi shekilli. Filmkent. Mayli borib, endi men merdan aytgancha anavi Bugatti kimnikiligini so'ramoqchi edim bolalar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Jaromer. Nima deysan yana? Ana u erta turgan Bugatti kimniki? Kim olib keldi uni Rossiyadan? Sen olib kelding desam xursand bo'lasanmi? Juda ham xursand bo'lardim. Bo'pti, sen uchun olib keldim shuni. Men olor senga shu. Rostdanmi? Ha, mendan shubhang bormi? Yo, rahmat javob. Jonathan Bugatti. Endi Jigulini tashlab Bugatti minasanmi? Bizda boy odamlar yo'qsan. Ha, nima edi? Alam qilyaptimi? Boring yo'qoling. Dahshat mashina ekan. Ovozlari ham dahshat chiqargan buni. Uni tezligini. Buni o'qirib qo'yamiz. Naqlamiz endi o'chirib qo'yamiz. Va bola endi meni ikkita mashinam bor. Jigulini ham kerak yo'q. Buni kimgadir sovg'a borsamikin ha? Hali bir doim menga havas qiladi. O'shanga sovg'a boraman shekilli. Bo'pti, hozir u biratni oldiga boray. Bolalar obuna va like tugmachasini bosib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Chiqsa ham baribir bosib qo'yinglar bolalar. Shuni qilish shunchalik qiyinmi bolalar? Oson-ku. Oson bolalar, shuni yuzga kirasizlar. Render Minecraft deb yozasizlar. Ikkita kanal chiqadi. Ikkinchisiga shunday kirasizlarda, shuni obuna bo'lib qo'yib, hamma videoga shunday like bosib chiqsalaring, kommentga ham bir bola deb yozib qo'ysalaring, men har kuni iloji bo'lsa ikkitadan video chiqarmoqchiman. Bugun birinchisini chiqaryapman. Hozir ana Buratga berib qo'yay. Tezroq shoshilish kerak. Yana juda ham uyqum kelyapti. Ey brat. Ey brat. Nima ishing bor menda yana? Janob, haligi meni Jigulim bor-ku. Ha, Jiguling bor, juda ham zo'r, saloni menga yoqadi. Jiguli sizga nafing. Rostdan. Sizga 100%. Rahmat senga ukajon. Malades shu o'qigan ishingga. Eng to'g'ri ishing shu bo'ldi, bolajon. Arzimaydi, men uyga boray. Ey brat. Avaylavasizlar, mening hozir olib kelib beraman. Hozir u bratga Jigulini olib kelib beramiz. Lekin Bugatti qop-qora banderaga o'xshaydi bo'l. Faqat qop-qora emas ekanda, jigarrang ekan. Mayli o'zim kiyimimga mosmas, lekin normal. Zatto yo'qdan ko'ra bori yaxshi. Bu eskirib qolgan Jigulini qaytib minmayman. Birinchi menga mashinam shu bo'ldi. Endi uni qaytib minmayman. Bu Bugatti qop-qorasini qop-qoramaslik. Jippa jigarrang banderani minib yuraman. Brat, mana olib kelib qo'ydim. Rahmat senga ukajon, sog'mi? Bo'pti brat, xayr.
Bolalar savob bo'ladi-da endi. Nima ham deysizlar? Nima deysizlar? Endi sekin uyga borsam ham bo'laveradi. Bolalar agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, videoga like bosib, kommentga plyusni yozib qoldiring. Men